inson bu dunyoda nima yaxshilikka erishgan bo'lsa, qanaqa bir yaxshi natijaga yetgan bo'lsa, uni aslida rostgo'ylik yotadi, sodiqlik. Va inson qaysi narsaga intilib, harakat qilib, niyat qilib, orzu qilib kirishib yeta olmagan bo'lsa, yeta olmasligini asli tagida mana shu sodiq emasligi turadi. Agar shu so'zni, shu ma'noni yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, qarang, hayotda nimaga erishdingiz? Qanaqa bir yaxshi bir natija bor qo'lingizda? Hunar bormi? Ilm bormi? 3-4 chaqa bormi? Jamiyatda bir hurmat, obro' bormi? Ki sizda bor narsa, u sizga yoqadi. Yaxshilab surishtirib qarasangiz, mana shuni orqasida siz sodiq bo'lgansiz. Darsning xulosasi shu. Biron bir yaxshilikka erishmoqchimisiz? Sodiq bo'ling. Rostgo'y bo'ling.